Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2005-yili 1-oyda birinchi qatim nashr qilgan tarixiy roman Qanliq iz. Avtori Muhammad Ali Hilim. 2-bob Qansirgan tuproq. Davomi. 3. Nahiylik hukumatda jiddiy yig'in ichilyotdi. Yig'inga qatnashuvchilar nihoyatda xafa ko'rinadi. Bazar masjidining imomi Molla Niyaz Axunum, Yo'lvasbek, Ekinbay va Molla Shanyular ko'kish isqoplagan yig'in zalida G'appar Begning tarjimonligida ularning so'zlarini aran tushunib o'ltiradi. Biz bu qitim yuqorining yo'l yo'riqi bilan oldingi safga Shin Doban xizmatini qilishga boradiganlarni elish ishini nihoyatda astoydil bajarishimiz kerak, dedi Van Gogh uyan buyan qarab qo'yib. Bu ishqa hammamiz teng kuch chiqarishimiz lozim. Bizga berilgan bu sharaflik vazifani obdan o'rinlamasak, yuqorga nima deb javob beramiz a? Shundaqmi Imom Axunum? To'g'ri. Uning vijik gavdasi texmo tugilib, kichik ko'zlari pildirlab ketdi. G'appar Beg uning qiliqlaridan qon yeringdan saskangandek yergandi. Hammanglar jamiyatga bizning siyosatimizni to'g'ri yetkazishinglar zarur. Yurtning xotirjamligini qo'lga keltirish, yurtni qo'g'dash uchun qo'rg'onni puxtalash hammadan muhim. O'ziga ega bo'lolmagan podsho nimaga o'xshab qoladi? Buni o'ylashib ko'ringlar-chi. Shundoq, Van Silen nihoyatda atrofli so'zladi, dona fikr qildi, dedi saqchi boshlig'i Wu Shaotan so'z qistirib. Po'latdek tuzum davlat omonligining asosi. Qumulda qo'zg'olon ko'targan heliqi nimalar oxir nim bo'ldi? O'zlari qo'lgan o'rakka o'zlari tushdi. Holiga baqmay shilting atqanning oqibati shu bo'ldi. Zakir, senmi obdanroq ko'z quloq bo'l. Kim qandoq gap qilyotidi? Vushavtan o'zining boshliqligini pesh qilgandek hammaga qarab qo'yib so'zlaydi. O'ltirganlar uning taqqa-tuqqa so'zlaridan bizar bo'lyotdi. Bu qitimqi sharaflik ishni xalqqa obdan tashviq qilish zarur. Biz sizlarning bolalaringlarni avatmaymiz. Sizlarmi bu yaxshiligimizga javoban tashviqotni kuchaytinglar. Iyoni ishini unutib qolmay, pul molni yetkazib turinglar. Agar sizlar bu ishdan bosh tortib, tashviqotni ojizlashtirib qo'ysanglar, keyin bizdan og'rinmanglar. Van Gogh qapqini turib o'ltirganlarga vahimalik qarab qo'ydi. Yana bir gap, askarlarning oziq-tulikini yaxshilash zarur. Qish kirgicha harvi kashlarni harakatlantirib, o'tinlarni obdan bisib olaylik. Otlarning yem-xashaklarini to'liqlab olaylik. U tamakini uzmay chekib, hamma gapni davolay degandek aldirmay so'zlayotdi. Lanshing, sen oldin safga bordiganlarni elish ishiga va boshqa ishlarga obdan mas'ul bo'l. Sen bu haqning xuy-paylini obdan bilasan. Boshqalar sana hamdamda bo'ladi. Ekinbay, Yo'lvasbek, sizlarmi anglab qilinglar. Oldin safga oziq-tulik opirdigan ish bor texi. Saminglarga silib qo'yay. Yangi hakim gap qilmasdan tamak chekib o'ltiradi. Molla Niyaz Axunum bir necha ig'iz xushomat so'zi qilishga aldiraydi. Yo'lvasbek, Ekinbaylar Van Gogh'ning so'zlariga xo'sh deginicha bosh lang'ishtib ma'qullik bildiradi. Ham yuraklarning bir yerlari tortishib og'irgandek bo'ladi. Bundaq chaqlarda ular baylarg'imi kun yo'qmi nima deganni o'ylab qoladi. Qo'lidan mol dunyolarining ko'proq chiqib ketmasligining amollarini izlashadi. Bermay desa bir kechidala. Lanshing, sen bu qitimqi xizmatda to'pi yaratsang, seni o'stirish ishini o'ylashib ko'ramiz, dedi Van Gogh Lanshingning murisiga urib qo'yib. U Lanshingning rahimsizligini bakmo yoqtiradi. Asli o'stirishga loyiqdi, dedi Ma Tuanjang ochiq qilib. Shundoq. Lanshing balam obdan bala. Dadisi bilan men bir tuqqan qarindoshdek o'tgan, dedi Molla Niyaz Axunum xirqirab so'zlab. Menmo Lanshing balamga hamkorlashib kuch chiqaraman. Jinim bilan xalqqa yaxshi tashviq qilib. Nihoyat yaxshi, dedi Van Gogh. Seni chag'anda mukofotlayman. Biz bu yilgi chag'anni xotirjam o'tkazish uchun tayyorlikni puxta qilishimiz lozim. Chag'anni bizning uydalar o'ynasizlar, dedi Ekinbay bechorlarcha hijib.
Bizni öygülab baramlı ya, dedi Molla Şanyu aldirab. Hazırki asosiy masala vazifani o'rindash, vazifa ig'ir. Buni seysi demay, chiroyli nom bilan atab, yuqori buyurgan vazifani o'rindashga tirishayli. G'am qilmaslar, biz bor, dedi Lanshin qaddini tik tutib. Bizmi bor, dedi Molla Şanyu. Albatta, bizmi bor, dedi Molla Niyaz Axunum. Meni bu qitimqi ishda obdan bir ko'rib qo'yinglar, dedi Lanshin tik turib. Bu ishlarni jon dilim bilan bejiraman. Agar bu xizmatni loyiqida o'rinday olmasam, seling janoblarga kallam bilan javob beraman. Men Shindoban hukumatiga sodiqlik bilan yashayman. Bu yo'lda o'lishga rozi. O'g'il bola, yaraysan azimat, dedi Van Gotay qattiq hayajonlanib. Yang hokim o'z odamlariga xiyonat qilish oldida turgan bu harom tamoq tuzkorlarga qarab ig'ir xiyollarga cho'kdi. G'affar bey, Xudo jajanglarni berar, dedi ichida ulardan nafratlanib. Yang hokim janoblari, Matvanjang, sizlarning boshqa gapinglar bormi? dedi Van Gotay Yang hokimga masxara nazarda qarab. Yo'q, dedi Yang hokim o'zining tamkin holatini buzmay. Uning hamma ishini o'zila boshqarib ketayotgan Van Gotayga o'shtiki kelyotdi. Meningmi fikrim yo'q, dedi Matvanjang. U har qanday chaqda noiti ig'ir bisiq edi. Ishnimi o'ylanib qiladi. Mansab amallarga anchimi qiziqib ketmaydi. Undaq bo'lsa, hammamiz ishni puxta qilayli, dedi Van Gotay. Barat degan nima ishimizni buzdi. U Yang hokimga olib qo'ydi. Uni o'zim bir taraf qilib o'taymi? dedi Lanshin. Yo'q, hozircha uningga tegmay turayli. Tinch yotgan yilonga chiqilib nima qilamiz? Amdi hammamiz tarqilib o'z ishimizga mangayli. Van Gotay bir xil noxushlik bilan ko'rsatma berdi. Yig'indagilar o'rinlaridan turib, sirtqa qarab mengishdi. Vujujon, bugun Aysxonmi uyga boradi. Uyga borsizlar, mehmon bo'lib ketsizlar, dedi Hekimboy xanzuchini chala-puchuq so'zlab, bu shavtanni yiniga tortib. Bo'ladi. Sening mushu yerlaring yaxshi-da. Van selinga mollaringga chiqilmaslikni deb qo'yman. Xotirjam bo'la. Hekimboy uning so'zlaridan xursand bo'ldi. Bu uning naq yurkidagi so'z edi. Lanshin ko'ziga qon to'lgan holda bir necha askarni boshlab, harvi kashlarni saysiga tutib ilib mingvatadi. U harvini asta haydab, demiqida naqshi etib ketib borgan sidiq ko'k ko'zning dolisiga qamchi bilan birni urib varqirdi. Bo'lmamsan, Chanto, harvini chaqqan eydimamsan. Sidiq ko'k ko'z ochiqida levini tishlab, uningga qahr bilan alaydi. Odamga alaymay, hayda harvangni, sisiq cho'shqa. Xap, mangamo Xudoyim ashu qurolni berar, shu chog'da buni qandoq qilib ekanman? Sidiq ko'kko'z shularni o'ylab ochiqini ichiga yutdi. U odam pak ruhi bilan Xudodan nimani tilasa, bir kuni shu tilagan narsaga erishidi deb qaraydi. Lanshin harov kashlarga hayva qilib etib, ko'zi hiliqi kundiki chilish maydonida o'zini tillagan bu xalchamga tushib qoldi-da, uning qorosiga ot bilanla kirdi. Bu xalcham tonurga nonni chaplab bo'lib, amdala tonur peshidan tushayotdi. Lanshin ot ustida turibla. Nonni tez-tez yoqmay, mushundoq lag'aylab yursang, askarlarimiz nima yeydi? deb varqirdi. Sizlarni amdi o'yimgacha akilib, non chaynab berib baqsam bo'lamti? Elimi senlarni baqimiz deb xunimiz qolmadi. Lanshin otdan sakrab tushib, miltiqining payniki bilan uni birini soldi. Bu xalacham kayniga santurlib yiqilib tushdi. Gap qilmasa, nima hadidan ashidu mavi cho'shqa. Jinimni tikib qo'ydim buningga. Bundaq yashig'icha. Bu xalacham o'rnidan turib, uningga etildi-da, yoqsidan oldi. Uning eri Axtam tugman baqqili chiqib ketgan edi. Seliqni o'rindamay desa, komendantchilarning sim qamchisi beshida o'ynab, ichinishlik tragediyaga to'lgan mudhish bir fojia saat talati bilan devaylab kelayotgan. Bu xalacham uni asabiylarcha tillaydi. Lanshin uning udul kelgan yeriga uratdi, tepatdi. Lekin u shuncha kuchinibmi,
uning qo'lidan yaqsini ajratolmadi. Yugurib kirgan bir necha askar bu xalchamni urib dastlab yotqizib o'tib chiqib ketishdi. Bu xalcham burnidan oqqan qonlarni yangi bilan eritib o'rkirab yig'ildi. Nima kun xudoyim bu? Bularning jadisini qachon berarsan? Uning yig'isini anglagan qo'shnilar yugurib kirishdi. Men bulardan qisos olaman. İçqarlar buni yaman urutibdi emasmi? Dedi kirgan ayollardan biri. Buyruq bo'yicha vazifa topshirilganlar vazifasini o'rindash uchun jon jahli bilan xizmat qilmoqda edi. Mulla Shangyu qo'l ostidagilarga nimalarnidir deb buyruq tushirdi. Quruq etini har yon choptirib, qo'llarini havoda qalaymiqan fulanglatdi. Mulla Niyaz axunim mihrabda o'ltirib, jamoatga Van Gotay, Wu Shaotan yang hokimlarning yaxshi tarifini qilib, hozirgi vaziyatni og'ziga tegmay maqtaydi. Bular bo'lmasa, ulug' Shingdoban janoblarining shafoati bo'lmagan bo'lsa, biz bundaq yaxshi kunlarga erisholmaydik. Shunga bularga hammamiz yaxshi niyatda bo'lmoqimiz lozim. Mayli bolalarimizni askarlikka berishda bo'lsin yoki boj topshirishda bo'lsin va yoki bolalarimizni hukumat xizmatiga avatish ishlarida bo'lsin. U bularni o'zini tamkin tutib, naiti urg'uluq ahangda uzib aytadi. Barat palvon, Turdaxun, qurbonlar uningga o'chmanlik bilan qaraydi. Uning so'zlaridan qo'yqa tik turib, uni chaynab purkivatkisi keladi. Ekinboy saqchi boshlig'i Vushotanni erkak qo'yning go'shi bilan mehmon qilib bo'lgandan keyin chiroyli bir cho'kanni uningga hamroh qilib qo'ydi. Bu cho'kanning ismi Aysxon edi. Xos hujrada bularning eg'ir nafas elishlari anglanib turardi. Bu hamma uyquga ketgan bir kech edi. Ekinboy o'z ishidan bakmo so'yinib ketdi-da, mol dunyosidan xotirjam bo'lgan holda uyquga g'arq bo'ldi. Qayerdandir Shamolxonning hasratlik naqshisi anglanib turardi. Qansirdi aziz tuproq, yurakni cho'lg'idi piroq. Kakkuk, kakkuk. 2. bab tugidi.